Amerika Qo'shma Shtatlarining Ogayo shtatida bodybuilding va fitness sport turlari bo'yicha nufuzli Arnold Classic xalqaro musobaqasi bo'lib o'tdi. Dunyoning turli mamlakatlaridan eng kuchli sportchilar jamlangan ushbu bellashuvda 35 dan ortiq davlatlardan jami 2500 nafardan ziyod sportchilar o'zaro bahs olib bordi. Mazkur nufuzli musobaqada O'zbekiston terma jamoasi ham munosib ishtirok etdi. Terma jamoa tarkibida 6 nafar sportchi, jumladan ichki ishlar organlarining bir nafar xodim ham qatnashib, yurtimiz sharafini himoya qildi. Musobaqa yakunlariga ko'ra hamyurtlarimiz 2 oltin va 1 kumush medalni qo'lga kiritib, O'zbekiston sporti nufuzini yana bir bor xalqaro maydonda munosib namoyon etdilar. Xususan 90 kilogramm vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasi safida ishtirok etgan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi Safdor Ibrohim Latipov yuqori mahorat ko'rsatib, faxrli birinchi o'rinni egalladi hamda oltin medal sohibiga aylandi. Musobaqada g'oliblikni qo'lga kiritgan O'zbekiston terma jamoasi vakillari Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Sportchilarimizni kutib olish marosimida Ichki ishlar vazirligi rahbariyati, sport jamoatchiligi vakillari hamda muxlislar ishtirok etib, ularning ushbu natijalarini samimiy qutladilar. Kuni kecha Amerikada o'tkazilgan nufuzli Arnold Classic musobaqasida yurtimiz sharafini himoya qilib, qatnashib, o'z vaznimda va mutlaq vaznda g'olib bo'lib, chempion bo'lib qaytdim. Albatta bu g'alaba va bu yutuqlar bizga barcha sharoitlarni yaratib berayotgan yurtboshimizniki, Ichki ishlar vazirliginiki hisoblanadi. Mana shu sharoitlarni yaratib bergan Ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga, Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga alohida minnatdorchilik bildiraman. Xalqimizga minnatdorchilik bildiraman. Ayniqsa ichki ishlar organlari xodimi Ibrohim Latipovning xalqaro maydonda erishgan yutug'i alohida e'tirof etildi. Bu kabi muvaffaqiyatlar tizim xodimlarining nafaqat xizmat faoliyatida, balki sport sohasida ham yuqori salohiyatga ega ekanini yaqqol namoyon etadi.